Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga sifatli komfort reysiga jo'nab ketayotgan avtobusimiz vokzal Kotennikidan xudo xolisa mana bugun yo'lga chiqib ketmoqda. Akalar, ukalar, kimga shunaqa sifatli komfort avtobuslar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib murojaat qilib kelsanglar bo'laradi. Muhimi tanlovda adashmanglar. Sifatli komfort avtobuslarimiz reysiga vokzalda o'zidan dokumenti yo'q akalarimiz yoniga 3000-4000 rubldan olsa, yo'lda voditellarimiz yordam berib ketadi. Yuklarga keladigan bo'lsak, yuk 50 kilo 60 kilogacha положенный. Bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. Mana avtobusimizning ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ukalar, buni tanlovda adashmanglar. Mana xudo xolasa mana bugun jo'nab ketayotgan reysimiz. Hamma hamyurtlarimiz o'z joylarini egallashdi. Xudo xolasa mana birozdan keyin O'zbekistonga qarab yo'lga chiqib ketadi. Xudo xolasa. Tanlovda adashmanglar. Muhimi ishonchli sifatli avtobuslarimiz. Reyslarimiz.